videoda ko'rmasanglar bo'lmaydi. Nima desa, hozir mana shu videoda biz oxirida biz ustalar ushlab qo'ygan o'rta joylarda ham bitta zo'r narsalar, juda ham ajoyib voqealar bo'lgan. Oxirigacha ko'rmasanglar bo'lmaydi. Xullas videoni boshladik. Эксперт теплоризации. Теплоризация. Lanetlangan kashalar, kalash. Top. Qon. O neyli yur. Montaj qilaman. Qatiylik qaramoq tushib ketamiz. Beton bo'lmagan. Öleş uchunmi? Mana xonalar. Qaytamiz, bo'ldi ketdik. Odam bor ekan. Bular odam. Manzara. Telefon uçup ketsa ya. Ketdik, bo'ldi, qaytamiz. Men qo'rqyapgandim. Odam chiqmasa. Boshqa qo'rqaman. Video hali tugamay turadi hali. Pastga tushib bo'lmadik. Ish bilan qanday tushamiz? Buni qanday tushamiz? Ya, maydan tushamiz. Cho'chib ketdi. Ekipa. Alingni qo'rqib ketganda reaksiya qilganingni hozir video qiziq qilib qo'ygan bo'lardi.
Shu voqeadan keyin biz pasayga kelib ushlab oldi. Va bizdan so'radi, nimaga chiqishdi, nimaga qaydan kelishyapsan deb. Biz ularga o'zimizga kelgan gap gapiraverdik. Men aytdimki, что oshnam Shamshodbek mashida yashaydi dedim. Keyin u aka bo'lsa nechinchi etajda desa, keyin men bo'lsa ikkinchi etajda deb qo'ydim. Keyin u aka ikkinchi etajda hech kim yashamaydi-yu degandan keyin hamma jim bo'lib qoldi. Undan keyin hamma gap tugab bo'lgandan keyin bizni eson-omon qo'yib yubordi. Faqat bitta gap bilan: agar yana bir marta mana shu yerga kirishsang, oyog'ingni sindiraman deb gapirdi va biz eson-omon qochib ketdik. Lekin afsuski men video zapis yoqib qo'ymoqchi edim, lekin unga ulgurganim yo'q. Lekin yoqib qo'ygan telefonda videoga olingan video zapisni, lekin negadir videoga olgani yo'q.